sportivniy qilingan Radnoy Jiguli 06lardan ko'rsatamiz. 87-yil mashinamiz polностью 1.8 motor, full sportivniy, idealnisi do'stlar. Albatta buni olgan odam ancha-muncha mashinalarni choyini ichirib qo'yasizlar do'stlar. Mana motorlarni ko'rishingiz mumkin, 1.8 do'stlar. Benzinda, undan tashqari yana mashinaga gazga ham, ya'ni metanga ham ruxsati bor, lekin mashinamiz hozir benzinda yuradi. Xo'p, qalpoqlari ham o'zi originaldan qo'yilgan ekan, $100 turadi. Balon holatlari ham ideal holatda. Saloniga bitta alohida e'tibor qaratamiz do'stlar. Saloni bitta mazza qiladigan joyi mana shu ruldagi chexolda. Bunaqa rulni, chexolini hali ko'rganim yo'q shu paytgacha. Sayt davrida chiqqan. Salon hamma joylari ideal holatda ekan. Mashinamiz rangchasi ham juda необычный rangda. Xullas, umuman kraskasi yo'q, bitta tangachadagi petnochasi bor. Ideal holatda do'stlar. Mana shu 006 raqamlarga generalni berilayotgan maza qilib yurishlaringiz uchun do'stlar. Xullas, mashinamizning narxi $4500 deyishyapti. Nima deysizlar, narxiga arziydimi shunaqa sportivniy zo'r mashinacha? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Shu mashina kerak bo'lsa, pastda nomerlari murojaat qilaverasizlar.